Imom Buxoriy nima uchun uylanmagan? Bu haqida eshitganmisiz? Bu savolga javob bo'lishligi uchun Imom Buxoriy hayotida bo'lgan bir qiziq voqeani aytib beraman. Diqqat qiling. Imom Buxoriyning bir joriyalari bo'lgan, ya'ni quli xizmatlarini qilib yurishligi uchun. Bir kuni o'sha joriya Imom Buxoriy dars qilayotgan xonaga kiradi va to'satdan siyohdonni to'kib yuboradi. Shunda Imom Buxoriy aytadiki, "Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi?" deydi. Shunda joriya aytadi, "Xonangizda kitob ko'pligidan oyoq qo'yishga joy yo'q. Qayerga qo'yaman?" deydi. Shunda Imom Buxoriy, "Alloh yo'liga sen ozodsan" deb qulini ozod qilib yuboradi. Imom Buxoriy ilmga shu qadar sho'ng'iganki, uylanishga vaqt topish tugul uni xayoliga ham keltirmagan. Shuning uchun oradan 1200 yil o'tsa-da, Imom Buxoriyni yozgan kitoblari islom diyorlaridagi barcha madrasa va ma'hadlarda hozirgi kunga qadar o'qitiladi. Imom Buxoriy nega uylanmagan ekan degan savol bu bugunning savoli. Chunki bugunning g'ami uylanish, bola chaqa qilish, qorin bo'lgan. Ishonmasangiz 10 ta odam bilan suhbatlashing. Suhbatda aytiladigan gap: qayerda ishlaysiz, nechta farzandingiz bor, ularni uylantirganmisiz va hokazo. Kecha falon kitobni o'qigan edim, xulosasi mana bunday ekan degan gapning chiqishi o'ta qiyin. Bitta domladan eshitgan edim. Kitob o'qiydigan insonlar haqiqiy hur insonlar bo'ladi. Chunki kitob johillik va xurofotni ketkazadi. Kitobga qaytmagunimizgacha ummat, millat sifatida o'smaymiz degan edilar.